Qo'y jigirini kaoptanda pishirib yeyvermey ma'nunga o'xshash lengsa etib yeb beqing. Tan tilingiz lam qoldi. Mayli mehmonning oldiga chiqing yoki uyda bolalaringiz etib bering. Talishib turib yeb ketadi. Buni qanday qatdimki qaynamsiz birlikda o'rganaylik. Avval qo'y jigirini pok yuvib tayyorlab olamiz. Uningdagi buning ustidagi bir qavat terisini so'yib elib etamiz. Uningdagi videoda ko'rsatgan bo'yicha qan shaklda chiroyli to'g'rab olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorlik so'g'ik say darsikimizni 60 xil darisini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. To'g'rab tayyorlab olgan jigarga yarim piyol un qo'yib takshi ilashtirib olamiz. May qizg'andan keyin yong-yongni silib, taxminan 4 minut atrofida pishirib olamiz. Uningdagi unga milib olgan jigarni silib pishiramiz. Buni qilishimizga sabab jigar intayin bek yumshoq pishadi do'stlar. Mushqil usulni bir sinab beqinglar, qattiq pishmaydi. Qozon silib sarg'aygandan keyin suzib elib etamiz. Qattiqroq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar bekroq zaliq qilinglar. Sal yumshoqroq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar bek uzun pishirib etmay olsanglar bo'ldi. Jigarni pishirib yong-yongning ustiga olgandan keyin 2 gram atrofida tuz silib etamiz. Tuzni bek oz silinglar. Uningdan keyin bir qo'shiq atrofida zira yoki yarim qo'shiq salsanglar bo'ldi. Yarim qo'shiq loz uni silib tekshi elashtirib olamiz. Endi buning ketarlik saylardan osh ko'ki bir bosh piyozni siralatib to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi buni tayyorlab olgan jigarning ustiga silib, cho'ng ustamning so'g'aq say tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. So'g'aq say asam rangini, ta'mini keltirmayotmaydi degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab baqsanglar bo'ldi. Ta'mi gap ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Cho'ng ustamning cho'ngligi va sizlarni ustam qilib etadi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.